O'qituvchilar, sizlarga men aytdim, o'sha bog'chalar haqida blog boshlayman deb, o'shani bugun birinchi qismini boshladik. Biz Qarshi shahriga kelganmiz. Qarshi shahridagi ota-onalar fikri bilan qiziqdik. Xususiy bog'chaga farzandini bergan ma'qulmi, davlat bog'chasiga farzandini berganmi deb o'sha so'rovnoma o'tkazdik. O'sha so'rovnomani hozir boshlaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bog'chaga boradigan farzandingiz bormi? Xususiyga borishadimi, davlatnikiga? Pulni to'ladimi xususiydan? Talabga javob beradi. Oylik vizasi qanchadan? Oyligi bizlar imtiyoz orqali 600 bo'lsa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bog'chaga boradigan nevaralaringiz bormi? Bor. Xususiyga borishadimi, davlatnikigami? Xususiyga borishadi. Kunlik to'ladimi xususiydan? Bemalol o'zim ishlayman chunki o'sha bog'chada. Xususiy bog'chada ishlaysiz. Tartib yaxshi. Men o'zim oshpaz bo'lib ishlayman. Men ko'nglim to'ladi bemalol. Huquqidagi bog'chalar ham yaxshi. Nima uchun? Men ko'proq davlat tasarrufidagiga qo'yishga harakat qilyapsiz. Chunki xususiyda ko'p tartibsizliklar borda. O'sha Instagramdagi muammolar uchun? Yo'q, ular uchun emas. Davlat tasarrufidagini uni davlat o'zi nazorat qilib turadi. Xususiydagini u nazorat qilish juda qiyin. Ular o'z holatda ishlaydi. Bo'ldi, rahmat sizga. Charchamang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Farzandlaringiz bog'chaga chiqishadimi? chiqishadi. Xususiy bog'cha, davlat bog'chasiga. Pulni to'layaptimi? Ha. Qayerdagi bog'chaga borishadi? Koson tumanidagi. Koson tumanidagi nechinchi, qaysi bog'cha, qaysi qishloqda? Bog'cha. Koson tumani Naqchqurga qarashli uy bog'cha. Biznes qanchadan? 200 ming to'laysiz oylik. Davlatga. Orzuga ne deydi? Oylik to'lovi qanchadan? Oylik to'lovi shu 1 milliondan. 1 milliondan. Pulningiz to'layaptimi? Yaxshi, yaxshi. O'sha pul sharoitlar yaxshi, tartib. Ikkita nevaramiz bor. Yaxshi. Bog'chada urushdi deb kelishmaydimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Bu kishilar qaysi bog'chaga boradi Qarshidagi? Qarshida emas, Toshkentga borishadi. Toshkentga borishadimi? Xususiy yo davlat bog'cha? Davlat bog'chasi. Yaxshi. Davlat bog'cha qulaymi, xususiy bog'cha qulaymi? Davlat bog'chasi. Sizga davlat bog'chasi yoqadimi? Nima uchun? Mas'uliyati bor-da. Mas'uliyati. Xususiyda mas'uliyat hali unda yetmaydi. Xususiyda. O'shancha mas'uliyati yo'q ularning. Qolganini olib qo'yadi. Qaysi bog'chaga borishadi? Sizni ko'rishadi bog'cha opalari. Yo, qaysi? Qarshi shahridagi? Qarshi shahrida qaysi bog'chaga borishadi? Bog'chalarini Aqlvoyga. Aqlvoyga borish. Bu kishilar bog'chaga boradimi? Qaysi bog'chaga borishadi? Shaxsan 31-bog'chaga. 30 davlat bog'chasiga borishadi. Sizga yoqadimi? Yaxshi. Sharoitli, narsasi. Yangi qilingan. Xususiy bog'chaga qo'ymagansiz? Yo'q, qo'ymagan. Faqat Xususiydan ko'ra davlat yaxshiroq. Yaxshiroq deb o'ylaysiz. Chunki tekshirish Ko'proq. bo'ladi. Shuning uchun ham yaxshi. O'g'lim 39-bog'chaga boradi Qarshida. Yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Farzandlaringiz? Aha. O'lchada. Bog'chaga borishadimi bu kishilar? Ha, borishadi. Xususiygami yo uy bog'chaga borishadimi? Xususiy bog'chaga borishadi. Qaysi bog'chaga borishadi? Qaysi bog'cha? Shirintoy bog'cha. Qarshidagiga Shirintoyga. Pulningiz to'layaptimi? Ha, ko'nglim to'ladi.